Alright. Xo'p, demak, stream ketayotgan bo'lishi kerak. Aa, Quloqchinda musiqa qo'yib eshityapman. Demak, o'zimni ovozim o'zimga yaxshi kelmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Bitta quloqchinda bir tarafini olib turaman. Okey, bo'ladi menimcha yaxshi. Yomon emas. Bir oydan beri, 1 oy 19 kun, 20 kun bo'ladi bugun. Zig dasturash tilini o'rganib kelyapman. Yoki 2 oy bo'lgandir balki. Amaliy biron bir narsani yaratishga kirishganimga esa 1 oy 20 kun bo'layotgan bo'lsa, xatoliklar bot kanali uchun yaratilgan xatolik bot degan bot bo'lardi. Bot bor. Bu botni birinchi marta Python dasturash tilida yozganman va Pythondan keyin C dasturash tiliga o'girib ko'rdik. C ga o'girgan paytimiz Python 100% foydalanayotgan bo'lsa resurslardan, C ga o'girilgandan keyin u ana shu 100% ning bor yo'g'i 0.5%nigina foydalanayotgan edi C da. Bu degani ancha judayam tez ishlayotgan Telegram bot, ya'ni tizimga aylanib ketdi. Demak, mikrosekundlarda o'lchanadigan bitta vazifa uchun necha mikrosekund ketdi ekan deya qaraychi. Mana bunday. Bu o'sha 856 mikrosekund kirillashtirishga jami 1111 mikrosekundlar ketgan. Bu hammasi i9 protsessorida, men prosessorimda 100 mikrosekund bor yo'g'i. Bu esa ARM chiplarida, o'sha telefon, mobil chiplardagi serverda, qana ARM bilan bir deyish kerak. O'shanda 1000 mikrosekund ketgan bor yo'g'i bitta amalni bajarishga. Amal esa shu mana bu matnda kirillashtirishmi? Menimcha kirillashtirish bo'lishi kerak. Shunda processing this telegram bizda mana lotinchadan kirillchaga o'giryapti va ketgan vaqt mana bunday. Jam kirillashtirishga buncha vaqt ketgan bo'lsa, umumiy undan keyingi qayta ishlashga va jami shuncha ketgan. 1111 mikrosekund. Yomon emas. Pythonda esa qanaqa edi? Pythondagini ko'ramiz. Pythonda mana xuddi shu narsa uchun millisekund o'lchanadi. Bu qanaqa bo'lishi kerak? Yozgan bo'lishi kerak. 103 millisekund. Pythonda 103 millisekund, C dasturash tilida esa 508 mikrosekund debman. Endi bu narsani men Zig dasturash tilida qayta yozib ko'rmoqchi edim. Shunga Zig dasturash tilini o'rganayotgandim. 1 oy 20 kunlar bo'ldi deylik, mana shu hammasini yozib chiqqanimga. Hozir men xo'p. Agar C dasturash tili tomonidan ochayotgan bo'lsak, hozir ochib ko'ramiz. Xatoliklar endi C. Xo'p, bu yerda o'zimni hashtable yaratganman. Hashtable qiziq bo'lgan yangi data strukturani o'rganish. Yangi emas, azaldan mavjud, lekin o'sha narsani orasidan qo'lda yozib ko'rish qiziq taassurot bo'lgan. Preprocessor degan mana bu hammasini yozib tugatdim. Demak, ya'ni matnda o'girishdan oldinga qilinadigan vazifalar, ba'zi so'zlarni qotirish, muzlatish, teginmasligi uchun
ba'zi hashtagi bor so'zlarni o'girmaslik kerak. Shu qoidalarni kiritib chiqqanman va bular mana shu C preprocessor C'da bajariladi hammasi. Buni men muvaffaqiyatli ravishda o'girib bo'ldim Zig tomonga, Zig tarafga, Zig kodga. Ba'zi kamchilik, ba'zi birgina kamchilik bor bu yerda faqat. Zigda o'zida hali rasman memmove degan funksiya yo'q. Mana bu hammaga C dasturlashni biladiganlar uchun tanish funksiya bo'lishi kerak. Memcopy va memmove o'sha funksiyalardan biri. Memcopy bor. Anaqada Zig dasturlashida memcopy rasman bor, lekin memmove hali kiritilmagan. Kiritilish arafasida mana bu PR ga qarasak bo'ladi. Bu yerda PR berilgan, o'sha built-in memmove kiritamiz deyapti. Bitta aka developer aka yozib chiqqan va kiritayotgan paytda ba'zi xatolik ketgan. Bilmadim nima bo'lgan, keyin o'sha xatolik ham topilgan va sozlangan bo'lishi kerak. Va endi bu 0.14-versiyadan olib tashlandi. Menimcha kiritilishi kerak bo'lgan 0.14 da mana shu memmove funksiyasi. Lekin olib tashalgan. Endi bu 0.15 da chiqsa kerak menimcha. Dasturlash tili hali birinchi versiyaga ham kelgani yo'q, Zig. Ammo 2016-yildan beri mavjud dasturlash tili bu va ancha qiziqarli loyihalar bajarib bo'lingan. Zig bu xuddi C dasturlash tili kabi quyi darajadagi dasturlash tiliga kiradi. Lekin Zigning foydali taraflari, Zig C qilgan xatolarni qilmagan. Masalan, pointer deyiladi. Pointerlarda null pointer degan narsa bor. Null bo'lmasa kerak. Ba'zi men o'zi aytgan Ziglang, anashmasam qissa qilayotgan bo'lsak, hozir language reference mistake null reference source menu aytmoqchi bo'ldimki, massiv bor deylik. Massivda har bir elementi bu pointer hisoblanadi agar string bo'layotgan bo'lsa. String har bitta char pointer va ular boshida e'lon qilingan payti, o'sha o'zgaruvchi yaratilayotgan payti pointerlar nimaga narsaga qaysi qiymatga ko'rsatyapti, qaysi qiymatni ko'rsatyapti, null ko'rsatyapti. O'sha paytda null to'g'ri chora bo'lgan, bilmadim, o'sha ular uchun optimal chora bo'lganmi, yechim bo'lganmi, lekin hozirga kelib turib ancha orada yillar o'tdi va ular aytayaptiki, u kompyuter sohasidagi eng katta xatolikka aylangan ekan. Mana shu demak, null bo'lmasligi kerak. Zig buni qanday qiladi? Zig bu o'sha null o'rniga nolga ko'rsatilgan qilib qo'yadi kompletsiya payti, kompletsiya payti. Bu yerda ba'zi misollar bilan keltirilgan, endi hammasini o'qib o'tirmayman. O'zim o'rganib chiqqanman, lekin avvalasiga o'zi stream qilishdan ham maqsad bularni tushuntira olish, o'zimga ham tushuntira olish birinchi o'rinda. Shuning uchun stream qilib boshlayapman. Stream qilishdan hali juda ham yangiman. O'zim endi o'rganyapman. Umid qilamanki hammasi shundan boshlanadi, biron bir narsaga erishish degandek. Va bugungi vazifa menimcha bugunni o'zi qilolmasam kerak. Memmove funksiyasini to'g'rilash. Buni yozdim men. Ba'zi yordam orqali o'sha AI dan so'radim memmove qanday yaratilgan va qanday u yaratiladi, C da ko'rinishi menga tushuncha bera olsam degandek. Va bu yerda memmove in C tushuncha berdi va buni biz o'zimga ham tushuntirish uchun, demak, yaxshilab o'rganmoqchiman. Qanday memmove ishlaydi? Memmove qanday ishlaydi aslida? Memmove meni tushunishimcha bu o'zim foydam kelganman, o'ylanganman, lekin avvalasi qanday kod yozishni bilmayman, qanday yozilganligini. Tushuncham xotirada ma'lum bir har bitta o'zgaruvchining o'zini manzili bo'ladi va u manzildan mana bu manzildan shuncha bayt olib turib, mana sourcedan bu manzil bitta. Manzildan aytaylik 5 ta. Mana shu manzildan boshlab 5 ta bayt olib turib va uni destination manziliga joylashtirish. Mana shunaqa funksiyani bajaradi. Bu xuddi memcopy ga o'xshaydi.
Ammo memcopy bilan memmove'ning farqi, memmove aytaylik hozir misolda yana ko'rsataman. Misolda ko'rish kerak hammasini o'zi. Let's see. Digest ochtiramiz. Xo'p. Nimaga qilamiz? O'zgaruvchi yarataylik. Endi 5 ta yapaman. Ma'lumot U8 of time define deymizda. Copy words U8 destination source. Okay, yo'q, mana shu yerda o'zi demak memcopy funksiyasini sinab ko'ramiz. Destination source'ga, ya'ni source'dan yoki ana shunday qayerga va qayerdan nechta baytni olish kerak. Undan oldin albatta buni populate unga boqmaysizlar. Demak, mana shu massivga mana bu satrda string kiritamiz so'zlab. Va men aytaman unga source ni aytaylik 5-joydan boshlab 5-manzildan 10-manzilgacha joylar. Nima olish kerak? Yerga nima joylanishi kerak? Source yana o'zidan aytaylik 6-dan to 11. Mana bunday. Bu ishlash kerak. Chunki yo'q, ishlamaydi, bu ishlamaydi. Bu yerda chunki overlap degan narsa bor, ya'ni ko'chirib olayotgan payti ishga tushib turibdi, hozir ishga tushib ko'ramiz. Bunga saqlab turib ishga saqlamiz va just source. Okay. So what happened? Oh yeah. They overlap, I think. Xo'p, bu yerda xatolik chiqdi mana. Nega bu funksiya o'xshamayapti? Nega memcopy qilmayapti? 5 dan 10 gacha joylashtirish kerak 6 va 11 orasidagi satrlar. Aytaylik mana 5 bo'lsa qayeri? 1, 2, 3, 4, 5 aniq qilmasin, lekin mana shu yerdan boshlab to mana shu yergacha, mana shu yergacha nimadir joylanishi kerak. Qayerdan joylanadi u? Agar mana bu 5 bo'lsa, demak mana 6. Mana bu 6. Demak 6 1 2 3 4 5 6. Mana shu matn mana bu yerdan joylanishi kerak. Bunday bo'lishi kerak. Lekin bu yerda 5 dan keyin 6 gacha kelsa, demak 5-10 oralig'ida bu bilan chakashib qolyapti. Bu yerda chunki 6 va 11 oralig'ida mana bu sonlar bor. Mana shu 5-10 gacha bo'lgan oralar sonlar bor bo'lgani uchun bu yerda memcopy bu funksiyani bajara olmaydi. Chunki copy qilinayotgan payti, ya'ni nusxalanayotgan payti matnlar har bitta byte boshidan boshlanadi. Ya'ni 5 dan boshlanadi-da 10 gacha ko'chiriladi. Ya'ni 6 dan 11 gacha ko'chiriladi. Lekin bunday qilinmasligi kerak agar aralashib qolayotgan bo'lsa, ya'ni bir-birini ustidan bosib qolayotgan bo'lsa. Aksincha bo'lishi kerak. 11 dan 6 gacha, ya'ni aksi bo'yicha ketish kerak. Demak 11, 10 deb ortga ko'chirilishi kerak ortga. Mana shu payti memMove funksiyasi qo'l keladi. U shunday qila oladi. Bunda tekshiruv bo'ladi birinchi. Ko'chirayotgan payti. Agar destination, ya'ni o'sha yerda ko'chirilayotgan matn ko'chiriladigan joy bilan aralashib qolayotgan bo'lsa, ya'ni o'sha manzillari o'xshash bo'lib qolayotgan bo'lsa, ko'chirish aksi bo'yicha ketish kerak, ya'ni aksincha ko'chirilishi kerak bo'ladi. Minus bo'yicha. Oldinga emas, orqaga qarab ko'chirish kerak bo'ladi blokni. Shunday tekshiruv ketadi bu yerda. Va mana shu yerda mana bu qismi bajariladi. Bu uchun mana bu memcopy emas, memMove deb funksiyani chaqirayotgan bo'lsak. Okay. Sinab ko'ramiz, lekin adashmasam bu funksiya hozir ishlamasligi kerak. Chunki men hozir chalayotgandim, chalayozgandim va ozgina sinab ko'rmadim, esimda yo'q. Ba'zi joylari o'xshamas kerak. Oh yeah, what's happening? Come time. Oh yeah.
funksiyani turini beramiz. UA, ya'ni unsigned int integer. Birinchi quramiz buni va debug ko'ramiz. Debug tekshiradi mana bu yerda. Demak, bu noto'g'ri bo'lishi kerak. Voy, what's happening? Stop, aytyapman funksiya hali to'liq emas. Menga bunday bo'lyapti. Necha bu bo'lishi kerak emas. Shuni bo'lishi kerak. Bizga menimcha buni vizual ko'rinish kerak bo'ladi bizga. Funksiyani avval to'liqroq tushunish kerak, yaratishdan oldin. Yaratishdan to'g'ri tushunish kerak. Let's see, new image. Ba'zi urinishlarim qanaqadir, bu menimcha undan oldingi narsa bo'lishi kerak. Qalam olaychi. Draw pad bor. Bitta fix bo'lmaydi. Okay. Let's see. Mem move. Yana bir marta o'rganib chiqamiz. Mem move step by step implementation. If source and destination are the same, do nothing. Yeah, buni bilamiz. Copy forwards. No overlap or dest is before source. Okay. Aytmoqchiki, destination ya'ni manzil, oxirgi manzil berilgan manba manzilga qaraganda oldinda bo'lsa, ya'ni destination is before source bo'lsa, men tekshiryapman bunday. Agar d s dan kichik bo'lsa, bu bajariladi, ya'ni oldinga ko'chirish kerak. Aksincha esa orqaga. Xo'p. Endi buni menga tushunarli bo'lishi uchun masalan bir vizual ko'rinishga keltirishim kerak. Aynan nima bo'lyapti? Har bitta bosqichda, har bitta aytaylik, loop bo'lsa, loopda har bitta qadamda qanaqa narsa sodir bo'lyapti, nima sodir bo'lyapti, shuni bilishim kerak. Aksincha buni qancha o'qimay bu narsaga tushunmayman men, to'g'risi. Demak, buning uchun nima qilsam bo'ladi? Aytaylik, signal ochib ko'ramiz. It's actually like good. Okay, 9 byte deylik, 9 byte. So'zlarda kirayotgan bo'lsak, oddiy yozib park deb ko'ramiz sanada. Park. Okay. Bu nima bu? Bu source. Source. Va bunga biz aytaylik memmove funksiyasini ishga tushirmoqchimiz, buni ustidan memmove qilmoqchimiz. Memmove bo'lishi kerak, demak. Okay, memmove deb yozsak taas. Yana ham tushunarli bo'lishi uchun menga streamdan maqsad o'zimga tushunarli, o'zimga tushuntirish biror narsani. Va shu bahonada agar kimdir ko'rayotgan bo'lsa, memmove. Hop, memmove. Birinchisi destination bo'lishi kerak. Shu sababdan ya'ni manzil qayerga? Source o'ziga qayerdan boshlab? Aytaylik 3 dan boshlab to massiv oxirigacha deylik. Desa mana sintaks o'xshaydi izdikda. Va qayerdan? Yana source o'zidan, source o'ziga. Lekin bu safar biz 0 dan boshlaymiz. 0 dan to 2 gacha bunday qilsak bo'ladi. Shuni qilgan payti, demak, 0 da boshlaydi, 0 da buni oladi. Birinchi aytaylik, loop ketdi, loop boshlandi. Loopda birinchi aylanishida, birinchi aylanasida
Bu 0 oladida buni 3 ga soladi. 3 ga. 1 da esa 4 ga. 2 ni esa 5 ga. Shunday bo'lishi kerak. Shunda bu yerdan xuddi shunday mana pok narsa bunday bo'lishi kerak. Shunda mem move bajarish kerak bo'ladi. Lekin menimcha bu mem move'da chala varianti yo'q. Chunki mana bu yerda bular yo'q ketishi kerak, ya'ni lekin bular turishi kerak, turib qoladi. Hozirgi holatida bular uchun turishi kerak. Sinab ko'ramiz. Demak, mana shunaqa holatga ketishi kerak bo'lishi kerak hozirgi holatida. Hozirgi mana shu kodni esga tushirsak agar. 0 dan oxirigacha deymizda buni ham 9 ta bekitdik mayli. Haydi. Umumiy 10 ta bit bo'lar ekan, 10 ta bayt bo'lar ekan. Buni hisobga baytik olsak va buni boshiga biz deb kiritamiz. Printda va 3 dan boshlab oxirigacha buni esa 2 ta ishga tushirib ko'ramiz. Index out of bounds index. Yo'q, adashyapman. Adashyapman. 3 dan boshlab. Okay. Aytdim-ku, qanaqadir g'alati va umuman bu yerda hatto boshqa xato ham chiqib keldi. Pog, lekin ko'rdik mana pog. Bu manba. Bu esa memmove funksiyasi ishga tushgandan keyingi holat. Poplar turibdi. Bu turmasligi kerak edi, adashmasam. Menimcha shunday bo'lishi kerak-ku. Buni bilish uchun C kodni ishga tushirib ko'rish kerakmi deyman. Ammo bizga hozir uncha muhim emas. U menga asosiy narsa memmove'dan menga nima kerak o'zi, nima kerak edi degan savol. Memmove'dan agar real misolga qaytayotgan bo'lsak, zik xatolikda ba'zi joy bor. Xo'p, qayda unfreeze olayotgan bo'lsak, ana shu yerda menga nimadir kerak edi. Uni hozir menimcha ko'rsatmasam kerak. Streamga ham tayyorgarlik ko'rmadim, faqat sodashib bilan o'tib ketdi. Lekin yana qaytacha balki esga kelar. Demak 8196 bit baytli massiv bor, o'lchamli shunaqa massiv bor. U8. Unda ba'zi bunday so'zlar bo'layotgan bo'lsa, uni va u o'zgarishi kerak, replace bo'lishi kerak, ya'ni aytaylik qanaqadir kichkina so'zcha bor. Uni uzunroq so'zga almashtirish kerak, uzunroq so'zga. Lekin almashtiruvchi funksiya, zikning o'zining almashtiruvchi funksiyasi mana shunaqa, bu mana shu kichkina satr o'zgarishi kerakmi? Xuddi shunaqa o'lchamda satr bo'lishi kerak. Shunaqa sharti bor uni. Lekin menga mana shu kichkina satr uzunroq satrga o'zgarishi kerak bo'ladi. Buning uchun men bu satrning mana bu yerdan boshlab to oxirigacha uni 40 olamanda oldinga surishim kerak bo'ladi. Shuning uchun menga mem move kerak bo'lgan. Bu narsani mem copy da qilib ko'rmoqchi bo'lganman, lekin boyagi aytgandek overlap tufayli, ya'ni satrlar agar aytaylik boyagi yana overlap deb to'liq tushuntira olmadim. Ma'nosini tushuntiribman inglizchada, bilaman nimaligini, lekin uni o'zbekchaga o'girish va tushuntira olish qiyinlashyapti negadir. Hop. Let's see. Hop, yana bir marta mem bajarib ko'ramiz. Deyman, qisqagina. Hop, source dan bu safar ko'chiramiz 1 dan boshlab to aytaylik
3gacha. Oh, bo'ladi 3. Va source'dan bu safar qani edi 2 dan aytaylik 4 gacha. Mana bu yerda 2 va 4 oralig'idagi sonlar, ya'ni 3, bu yerda 3 bor. O'sha mana shu oraliqdagi son, mana bu 3 bu yerda bor. Mana bu 3. Demak, borligi uchun ham buni bajarish memcopy uchun bo'lmaydi, iloji yo'q. Memcopy bu narsani bajara olmaydi. Nega? Xo'p, xuddi shu narsani yana bir marta bu yerda boshqa azosimiz copy qila qolay. Buni surish iloji bormikan? Oh, I think it's possible. Let's. Oh my gosh. Okay. Birdaniga buni ham ola qolaylik. Okay. Oh wow, what happened? What happened? Oh, what's going on here? Xo'p. Demak, bu yerda nima muammo berdi? Muammo shundaki, xo'p, boshdan boshlab ko'ramiz. Mana 1, 1dan boshlayapti. Mana buni oladida 2 ga o'tkazish kerak. 2 ga. 2. Eng qizig'i bu yerda 2 ham bor. Faqat 3 emas, 2 bu yerda ham bor. Va o'tkazayotgan payti o'tkazdi deylik mana buni mana. Demak, endi O bu G O'ga aylandi. Ketdi endi yana sourcening 2 dan yo'q, adashibman emas. 2 dan 1 ga o'tkazish kerak ekan. 1 ga. Yaxshi. Bu G ga aylandi. O yo'qoldi. 3 dan endi bunga o'tkazish kerak bo'ladi. Adashmasam. O'tkazadi-yu. Balagacha nimadir, negadir tushunmayapman men. O'tkazadi. P ga. Okay. Yoki endi emasmikan? Let's see. Ya aslida buni oxirgi natijasi qanaqa bo'lishi kerak? 2 va 4 oralig'idagi 2 va 4 oraligi GPO ekan. GPO. Okay, GPO mana shu narsa. Mana bu yerga o'tishi kerak. Shunda nima bo'ladi? OGP emas, PGPO. Yana ham nasaytamiz G P yo. Okay. Va mana shu yerda let's see. Shunaqa paytlar boshim qotib qoladi, to'g'risi. Unaqa. Yechimi bor, buni albatta o'ylanib ko'rish kerak. Ajarsab o'ylanish kerak, nima o'ylayapman qo'yapti. Demak, buni holati. Stop. Meni boshim qotirayotgan narsa hozir mana bular kerak emasdi. Chunki hozir bu ular bu yerda yo'q. Yo'q bular. Chunki esimizda bo'lsa, biz buni hozir zanchasiga o'tib faqatgina pop bor bu yerda. Mana shuni source'ga qo'shgandik. 9 ta baytli U8 turdagi o'zgaruvchi source ning boshiga 0 dan to 2 gacha 0, 1, 2 3 ta baytga POG ni qo'shganmiz. Va natijada biz mana bunga erishdik. Nasa
deb chiqdi. POG 10 byte 0 dan boshlaganda va mana shunday ko'rinishga ega. Va biz source'ga memMove funksiyasini memMove funksiyasiga source deb beryapmiz-da va bunaqa buni mana bunday ishga tushiryapmiz. Demak, sourcening 1/3 tashlagin 2/4. 2/4. Biz bilan yana o'chib turibdi. Xalaq bermaslik uchun. Negadir mana shunaqa tushuncha boshdan muammoni so'zga o'rgan paytim, ya'ni gapirib tushuntirgan paytim tushuncha hosil bo'lyapti qanaqadir. Bilmadim, balki gapirib turish kerakdir ko'pincha. Xo'p, demak, memMove 2/4 dan 1/3 ga 2 dan 1 ga o'tish kerak. Aha. 3 2 ga o'tish kerak. Va 4 3 ga o'tish kerak. Okey. Natijada nima bo'ladi? Natijada 1/3 dan bularda ham xalaq beryapti. Az qilayotgan tushuncha ko'rsatayotgan narsam juda ham samarasiz bo'lishi mumkin. Ya'ni juda ham noto'g'ri tushuntirish yoki o'zimga noto'g'ri tushuntirish bilmadim. Lekin hozir menda bor ishlayotgan usul shu menimcha. Demak, birdan mana bunday bo'lishi kerak. POG. Natijada shunaqa bo'lishi kerak. Lekin buni nimasi muammo? Nega hech narsani memcopy bajara olmayapti degan savol edi. Xo'p. Demak, birinchi qadam 2 dan 1 ga ko'chirish bo'ldi. 2 dan 1 ga ko'chirish. Ko'chirish menda bundan muammo emas menimcha. Ko'chiryapti-da. Xo'p, endi 2 dan 3 ga o'tdi. 3 da hech narsa yo'q. Wait. Actually, that's wrong. That's so wrong. Oh my gosh. Adashib ketdim. Unday emas. Stop. Hayolim butunlay boshqa narsa. Rostdan hayol chalkash. Alright. 2/4 dan 2/1 ga. Demak, yo'q, bu to'g'ri-yu, lekin natija ham deb bo'lmaydi. Natija qanaqa bo'lishi kerak? G bo'ladi-da 0 agar bunaqa kelmasak. Mana shunaqa bo'lishi kerak. G 0. Chunki bu yerda hech narsa yo'q-ku. X hech narsa yo'q bu yerda. 0 hammasi bu yerda 0. Garbage. Demak, mana shunaqa narsa bo'lishi kerak. Va bunda nima muammo degan savolmi? Qani bu narsani rostdan ham muammo beradimi yo'qmi, buni sinab ko'ramiz. Sinab ko'rdik, menimcha adashmasam, lekin yana bir marta ishonch hosil qilish uchun hop, POG deymizda 1/3 deymizda. Aha, 2/4. Va buni memMove emas. Okay. memcopy. Menga bu kerak emas, biladi. Okay. memcopyda elementlar ko'chiriladigan element o'lchami ko'chirilgan joy shunga yarasha misol ekan bo'sh joy ajratish kerak bo'ladi. Demak, 1/3 va 2/4 ning o'lchamlari bir xil. 2, 3, 4. 3 ta bayt. 1, 2, 3. 3 ta bayt. Aksincha bo'lmaydi. Demak, buni ishga tushiramiz va xatolik berdi. Demak, tushundikki bu o'xshamayapti. Lekin hozir buni biz o'xshatish uchun 1/3 bo'lsa, 3 dan 1, 2, 3, 4, 5. Bunday qilsaga o'xshaydi. Bu yerda nima bo'lyapti?
Bu yerda biz 3 dan boshlab 5 gacha baytlar tanlayapmizda 1 3 ga joylashtiryapmiz va natijada soat 1 2 3 bo'lsa, yo'q, mana bu yerdan boshlanadi. Mana 0 0 hisoblash kerak, 0. 0 1 2 3 4 5. Mana shu 3 ta 0 bayt olinyapti-da va uning birinchi baytdan boshlanyapti. Esimizda bo'lsa bu 0, keyin 1 va bu yerdan 1 2 3 mana shu yerga solinyapti. Buni kattaroq qila qolaylik. Natijada biz mana shunaqa narsaga erishyapmiz. Buni endi vizual yana bir marta ko'rsatib ko'raman. Demak, to'g'ri, bu to'g'ri. Yoki noto'g'ri. Noto'g'ri. Ya'ni shunaqa qilayotgan edik. Hozir yana kattartiraman. Let's see, let's see. All right. Um, what is happening? Cannot transform an empty layer. Oh. Huh. Barda direkt hala. Let's see. Okay. Bu sefer mem copy. Oh, juda noqulay. Demek birdan 3 gacha edi va source 3 dan 5 gacha. Shundaymi? 3 5 1 3 3 5. To'g'ri. Xo'p, bu qanday ishlar edi? Demak, biz 3 ta olamiz. 3 ta esa yo'q. X 0 uni 1 ga qo'yish kerak. 1. Endi o 0 ga aylandi. 0x deylik. Buni x o'sha 0. Hozir x teng 0. 0 ham emas, undefined, hechdan garbage bo'ladi aslida. Lekin zik bizga qulay bo'lish uchun kompilyasiya payti agar biz debug qilib kompilyasiya qilayotgan bo'lsak, uni mana bunaqa narsaga to'ldiradi. Biz x a shunaqa bo'lishi kerak. Bu qanaqadir 0101 bo'lishi kerak. 0101. Mana shunaqa narsa bo'ladi yoki 1010 shunaqa patternda to'ldirib tashlaydi. Bu keyin debug qilayotgan paytimiz xatoni topishga oson bo'lishi uchun hammasi. Aytaylik, qisqasi x bu qanaqadir bizga noma'lum bo'lgan bir naqa hali belgilanmagan 0 deb qo'yamiz oddiygina. Hech narsa emas bu. Okay. Demak, endi 1 x ga teng bo'ldi. Okay, endi bu yerda 4 ga o'tyapti, 4 ham oladi 2 ga. X 5 5 qayerga? 5 3 ga. Okay, mana bunday. Ana natijada biz p x ga erishdik. Mana shunday. Qolgan hammasiga berayim, yo'qacha x bo'ladi hammasi. Okay. Hech bo'lmasa bugun mana shuni o'zimga tushuntira oldim. Bu narsani bilardim avvalasiga. Chunki to'liqroq tasvirda hosil qilish uchun, miyada shakllantirish uchun bu narsani chizdik erinmasdan va hisob-kitob qildik. Buni chekkasiga kattakon yashilda anaqa qo'ysak bo'ladi. Okay. Qalinroq degan. Okay. Buni tushundik. Aha. Muammo qayerda? Muammo mana bu yerda. Demak, mana shunga tushunmayapmiz. Yoki men tushunmayapman.
Let's see, let's see. What is the problem here? Bruch 2/4. Hmm. Okay. Bitrate yaxshi, yomon emas. Let's go. 45 daqiqa qo'yibdi. Okay. Tursin yuborakchi. Alright. Kodga qaytamiz. Demak, mem move deymiz. Buni mayli. Va biz hozir nima qilmoqchi bo'layotgandik? Demak, 1/3dan 2/4. 1/3 va 2/4. Xato bo'ladigan demak bu ishlamaydi. Xato ishlamaydi. Chunki uh, overlap deymiz. Chunki overlap. Alright. Okay. Buni va albatta ishlamaganligi uchun ular olib qo'yaylik kommentariyaga. Komment qilamiz. Buni okay. Memo okay. Source. Buni ham qilamiz. Mentionlar kerak. Oh, there. Oh, took me a while, huh? Okay. Where's qurilmayapti. Chunki yeah, okay. Of course. U8. Endi buni o'tirib debug qilish kerak. Shunga tushunmayapman xolos. Agar shu to'siqdan o'tib keta olsak, buyog'i juda oson bo'ladi. Chunki bilaman nima yozishni. Mana shu yerda xatolik ketyapti. Bu overlap bo'lsa, mana bu yerda bajarish kerak. Bu overlap bo'lmagan varianti. Bu oddiy memcopy deb funksiyasini bajarib beryapti hozir mana shu blokda. Bu yerda esa memmove'ga xos bo'lgan butunlay boshqacha funksional. Ya'ni oldinga ko'chirish emas, orqaga ko'chirish bo'ladi bu yerda. Mana minus 1 ketib berdi, -1. Orqaga loop. Xo'p. Destination and source. DS. Okay. Integer from pointer. Ularda ham debug qilib ko'raylik ham. Bu integerga aylanib ketsa, ishlamaydi. Yine. Turini birlikte. Oson usul yo'q ekan. Oh man. All right. If it's yeah. O'zi qiyinlashtiradi. Mayli.
Oh shit. Let's see. Hop. Nima ekan bu? Mana bunaqa narsa. Oho, bu xotiradagi, virtual xotiradagi manzil. Mana shu destination destination eng birinchi bayti. Menimcha O bo'lishi kerak. O. Va mana bu demak O'ning manzili. Source esa nimaga source adashmasam G. Demak bu G ni manzili. Lekin ikkalasi ham destination ham source ham bitta massiv. Source massivi. Mana bu yerdagi source mana bu. Shunda aytmoqchimanki, demak 0 dan to 9 gacha bo'lgan paytlarda har bir manzili mana shunaqa manzilda ko'rinishda bo'ladi aslida. Biz konvertatsiya qilgandan keyingi holati bu. Lekin bu virtual dastur ishga tushgan payti Linux kernel tomonidan ajratilgan manzil. Xotiradan ajratilgan manzil. Shunday bo'lsa, demak hozir beri shu solishtirilyapti, mana shu ikkitasini solishtirilyapti. Agar mana bu source, mana shu source destinationdan katta bo'lsa, katta bo'layotgan bo'lsa, buni bajar deb, buni bajarish kerak. Aks holda buni bajar. Lekin qandaysiga o'ylab ko'rish kerak. Ha. Yoki biz hozir bu yerda noto'g'ri qo'ydikmi? Before. Yana unga qaytamiz. Bitrate stability. That's fine. Agar let's see. Destination is before source. Noto'g'ri tushuntirgan bu yerda AIga ham ishonish unchalik. Yoki men tushunmayapman. Boshqa bir misolda ko'rgandim. Kimdir tushuntirgan. Dark AI'mida. Dark AI'dan ko'rsa ham bo'ladi. Oh my gosh. Like, I'm copying him. So, do you know how the mem works in bu yerda qiyinroq implementatsiyasi memmovning simple deb, lekin simple deganda super optimallashtirilmagan variantini aytayotgan bo'lish kerak. Chunki real memmove butunlay boshqa edi adashmasam. Chunki uni hozir GitHubdan glibcmi qayerda? glibc mem Ahmed. Oh, okay. B minor. What is B minor? Okay. Mirror mentioned mı? glibc. Okay, verda ko'rsak bo'lar ekan. Bu butunlay boshqacha, lekin mana shu aslida real memmove mana shunday bo'ladi. Bu yerda endi boshqa bir arxitekturalarni ham hisobga olgan bo'lishi kerak bu yerda. Agar shunaqa bo'lsa, ana shunday boshqacha komplektsiya degandek bu yerda makroslar bor ba'zi. Shu qanaqadir qiyin unsign compare. Hammasi bu yerda anaqa shartli kompilatsiya makroslar tufayli.
shunday qiyinroq berdi, ancha qiyinroq. Menga soddaroq variant kerak va bu aytganimdek baribir zigga qo'shiladi yaqinda rasman o'sha memmove funksiyasi. Ungacha o'zimnikini yaratmoqchiman. Ishlaydigan memmove. Okay. O'sha nega kerak tushunchasi. Check if copying should be done backward. Demak, mana bu blok o'sha memmovega xos bo'lgan ortga loop, ortga qarab ko'chiriladigan loop mana bu yerda amalga oshyapti. Lekin bu yerda qanday ishlayapti? N berilyapti. Aytaylik, n bu 5 ta ko'chiradigan bo'lsa, 5 dan boshlab 4, 3, 2, 1 bo'ladi. Va D undan oldin bu D va S ga n qo'shilyapti. Ularda. Lekin bu yerda D katta S bo'lishi kerak ekan va shunday qilib ko'rsakchi, agar xuddi shunday qilib ko'rsakchi biz ham tushunmagan holda okay, mana deb aytyapti. Destination is bigger than source. Va kerakmikan? Buni hozir negalik, mana shuni tushunmayapman. Nega va bu? Men tushuntirgan bo'lish kerak. Detecting overlap. The critical part of memmove is handling overlaps. The destination pointer D is after the source pointer and they overlap. Demak bu overlapni aniqlashtirib beruvchi qismi bo'lsa kerak. Ya'ni D S plus n dan kichkina. Source ga qo'shilganda o'sha 5 ta baytni ko'chir source dan. Source plus 5 demak. Okay, bunday qilib ko'rsak. Debug payti bizga aniqroq bo'ladi. Va deymiz biz ham. Va okay, va source plus len biz kerak. Source len ambiguous. Ulardan hammasida n plus. Okay. My bad. Let's see. Stop. Endi bunday ko'chirish kerak. What happened? Source plus line. Let me get. Yeah. Okay, what happened? I see. Kichkina. What was it again? Yeah. Katta. Destination being Japanese destination TTR. We have to. For type const U8. Yeah. I think that's it. Then U size and yeah, of course. Biroz xunuk lekin ya'ni pointerda anaqaga o'girib beryapti. Pointer ko'rinishi aslida qanaqadir 0x 1 bo'ladi. Bu aslida 16 bit hex 16 sanoq tizimidagi matnning raqamning sonning ifodasi. O'sha narsani menimcha onlik sanoq sistemasiga o'girib beryapti. Shunaqa narsa bo'lyapti hozir bu yerda.
va ularni keyin solishtirish iloji bo'ladi. Demak, source slangga qo'shilyapti mana bu. Agalar o'xshayapti, o'xshashi kerak albatta. Endi ko'ramiz bitta test qilib. Aha. Va solishtiriladi bu va o'xshayapti. Aks holda o'xshamagandan so'ng bu yoqqa tushib ketish kerak edi. Yaxshi. Lekin bu yerda mantiq buziladi, chunki men avvalasiga mana shu blokka tushayotgandi avval, lekin mana shu blokda o'zida muammo bor edi hali. Blokda o'zida muammo bor. Lekin ko'ramiz, qani muammo rostdan bormi yo'qmi. Buni hozir men mana cheki. Aha, muammo bo'lishi kerak menimcha. O'tanglar. Nima bo'layotganda hozir 1 3 dan 2 4. Natija qanaqa bo'lishini bilishim kerak. Ya'ni nima demoqchiman? Kommentariyada bas ko'raychi. G 0 0 PG 0 0 0 bo'lishi kerakmi? Shunday bo'lishi kerakmi? Yoki nima bo'lishi kerak? Stop. 1 3 2 4. 1 3 2 4. Aha. 2dan 1ga, 3dan 2ga, 4dan 3ga qo'shyapti. Aha. PG 0 0 0 bo'lishi kerak. Adashmasam shunday bo'lishi kerak. PG 0 0 mopti-ku. Hozir buni to'ldiryapti hozir. Qilamiz. Nechta bayt bo'ldi hozir? 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Aha. 9 10. Bitti. To'ldirib yubordim menimcha. Yo'q. Index out of bounds. Mana shu yerda muammo edi demak. Bu hozir muammosiz ishlaydi agar buni biz olib tashlasak va bu yerda bo'sh xotira qolsa. Ya'ni 9 10 bayt, 10 baytu, lekin uni bor yo'q 3 bayti egallanib turibdi. Va biz buning ustida amal bajarsak o'xshaydi. Lekin agar massiv to'la bo'lsa va biz memmove orqali nimadir surmoqchi bo'lsak, qayerga oldinga yoki orqaga surmoqchi bo'lsak, sig'may qolyapti, nimadir bo'lyapti. Lekin o'sha sig'may qolishda memmove bajara olish kerak. Yoki unday emasmi? Yo'q, bajara olish kerak. Shunday, chunki biz aytyapmiz, unga aniq vazifani beryapmiz. 1 3 dan 2 4 ga ko'chir. Biz unaqa deganimiz yo'q. Biz masalan aytaylik, 6 dan to 11 gacha ko'chir deganimiz yo'q. Bu degan 11 degani 11 yo'q umuman bu yerda. Faqat 9 gacha bor, ya'ni 10 bayt. Bu 11 degani 12 bayt degani bo'ladi. Unaqa deganimiz yo'q. Demak, mana shu yerda muammo, mana shu blokning muammosi aytgandek, memovening bu yerda ba'zi muammosi bor. Balki mana shu satrdan muammodir. Mana shu muammo bo'layotgandir. Chunki bu yerda mantiq buzilyapti hozir qanaqadir. Men o'tirib yaxshilab o'rganish kerak va men shuni qilmoqchiman. Nihoyat streamda mana shu joygacha keldik. Muammoni o'zimga ham aniqlashtirib oldim hozir men nima bo'layotganligini. Endi chuqurroq kirishish kerak. Men bir dalaga chiqib kelsam kerak. Stream pauza qilamizmi hozircha? Okay, let's see. Okay. I think I'll just pause the stream, huh? Pauza qilish uchun slash'ni qo'yib qo'ygandim, aytmasam slash'mi? Let's see. Hotkeys. Pause. O'chib ketdik hammasi. What the hell, man? Whatever. That's fine. I cannot pause. Can I? I don't think I can. Vale, entonces stop stream.